bu olam chin muhabbet aqidan bilan dilxonamga tashlasan qadam chin muhabbet aqidan bilan dilxonamga tashlasan qadam söndürme hiç kimge canım mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni söndürme hiç kimge gülüm mening uchun yongan dilimni bu taqdirining sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'lingni Medet bana senin varlığın mikrim bilen küler bu ağlar cin muhabbet akiden bilen dilxonamga tashlasan qadam chin muhabbet aqidan bilan dilxonamga tashlasan qadam chin muhabbet akiden bilen dilxonamga tashlasan qadam dilxonamga tashlasan qadam Nimdisi ma'qul deb keldim. To'xta, ma kelinimning ko'ngli kep qalarmikin deb o'ylamaydi-ku o apingiz. Balni 3-4 kunda bir qitim yuyimiz dedim. Yo'q, bo'lmaydi deb dekkemni berdi. O'ylab beqing-a. Oshundoq kichik balni har kuni yusak qandoq chidiy olaydi? Soğukta işip, onun soğuk deyip qalsa, dədini yanıb biz tatamız. Qarang jinim, apamning balın kiyim-kechakları bilan yo'gatlarni vaqti-vaqtida yuvib turinglar degani to'g'ri. Bu sizning qonlaringizni yaratmagan gap emas. Ularning ko'rgan anglaganlari, bilganlari, tajribalari biznikidan ko'p. Şu ularning bergan taklif maslahatlarini ko'proq anglamasak bo'lmaydi. Unda olsa, ertadan boshlab qizingizni qip-yalang'och qilib, addostiki suvga chilabli qo'ying. Ha, qantini keri biliqdek uzib yursin, ha? Jinim. Meni qarang. Siz bu dunyoga xoplik uchun ham tug'ilganmi? Haq o'xshash kulib yursiz bo'lmamdi deyman. Kulkini sizga beray. Qong'idek kulveling. Jinim, bu diningiz to'g'ri bo'lmadi. Mening ailemizning qizimning kulkisini siz berdingiz jinim. Hey, balama ko'zim açtım ya. İliyle inittim baba. Bir yer ağrıtam diye. Şıqlap to'xtab qoldi.
Qandaq? Bala bakmaq asan mikan? Shunda o'tni jahon bu. Endi o qadriga yetayotqansa, xuddi tokkada osmondan tushib qolgandek birini desi ikkini, ikkinchisi uchini deb tang tursa. Shunda tasdi. Qarab baqa chiroyingga bo'p qolganingni. Bir tera, bir ustixon bo'lib ketibsan. Kechsimi, kunduzimi aramamay vassam qana qilma apa. Yili buni yuvassam, yili tamoq etayotgan, yili bolni emitayotgan. Of, degidekmi bir vaqt bo'lmasa, men o'rg'ilmay kim o'rg'laydi, ha? Ildarım qarışmayotqandı? O tang paloqshidu men bilan. Lekin bir bolaga ishkimiz faqat yetishmayapmiz. Senchi qara, amal qilib, bal vaqtidan birini tap. Shunda qilsang, men bal vaqtidan jafosidan qutulasan, ilk xalq olam oldidimi yuzing oldu. Uqdingmi? Nima? Bala boqquchi? Ildar bilan Nadira ikkisi qiynalib qoldi. Bala boqquchi topmasak bo'lmaydi ekan deyotdi. Bala deganni anasi boqmamdi. Nadiraning xizmati bo'lmasa, Farida bilan Ilhom ularning xizmati shuncha aldirash to'simi Alqutni beqib bir obdan qataq qo'shdi. Men shuni dedim. Xizmati varlarmi bolalarni beqishga boshqalarga bersa toz yaxshi bo'lmaydi. Bizmi akang ikkangni momangni talashsimi bermay bir qo'lliq tarbiyalab chiqqan dedim shu. Balning jafosini jafo degil bo'ladi. Shu qahrdan sovuqlarda qilin qarlarni kechib sovuq tegib qolgan Ildarni doktorxonaga apratdik. Shu chaqda shu jafolar bizga bilinmaydi. Bu zodi nima uchun? Balaning o'ti uchun. Bala saqib pissimli kulsa, shu jafolar unutilib dunyoda bizdan baxtlik odam bormi deb his qilatdim. Hozir balani chim o'rab ishikdan chiqsangizlam taksi. Nega desangiz birdamda opirdi. Ya pul yo'q deb sag'irib qoldiga ish yo'q. Maytangay bu balla jafo tatdi, qiynaldik debli to'g'an. Jafo ko'may cho'ng'olgan balla, mushta chidamsiz bo'lib qolamdik tang. Ananing bala tarbiyasini besib tushadigan majburiyati orzusimi bo'lmaydi. Ananing majburiyatini bala boqishlar qanday ustiga olsin? Ananing tarbiyasiga yetadigan nima bor deysiz? Qandaq gap bu? Bol boqqichining nima ziyni bor ekan? Voy, xalqlarning bolalarini o'qdan beqo'yibdi ular. Bizning bolamiz nima ish qilmaydi ekan? Ha? Bala boqquchilar baqqan balani ang mo'yin, ang halqiliq o'g'inish payti qo'ldan ketib qoldi ekan Nadira. Anglabmi baxmagan. G'alati gaplar ekan bu. Hatta qandaq o'g'inish payti ekan u, qandaq. Mushundek balga nima o'rgatdingiz? Undaq demang. Alqutqimi shu mushtumdek vaqtdan boshlab o'rgatib to'g'ango. Ildar, Alqut degan Alqut, Oytulun degan Oytulun. Her bir qulupning o'zini ochqishi bo'ldi. Alqutdek cho'ng qilamiz deb qizimizni saran qilib qo'ymayli. Vaqti kelganda o'zi o'rganib oldi til degandek. Mamchu bu vaqtimda hech kim til o'rgatib qo'ymagan. Men pochcha bo'lib cho'ng bo'lmaganman. İmkaniyet yar bəsila balını anının öz baqqınıga tərbiyeniga yetmeydi. O yılımı beqiyotman qo, ha? Yig'lisi emitiyotman. Tamoqqa ko'nsin deb bulmoq etib beryapman. Har kuni havo yesin, oftob ko'rsin deb bir kuni necha oqsibqa ashqiyotman.
Ay ağırıp qalsa doktorxanaga kecha kunduz demay operatman yana qanday qilsam bo'ldi? Beqish bilan shunchalik bo'la. Bunimi oz deb qolsanglar de. Uylabli beray, bo'ldimi? Mush 10 gapni ta'tirib qo'ygan mijozimiz zal o'zgarmay qolsin. Men siz uylab beram deganman. Ammo bolani bola boquvchi baqqanda onaning o'zi boqqani foydali ekan deganman sizga. Bolaga yaxshi qaramaz demaymanmi? Haqlar baxtasa gap yo'q, ha? Ajab men bir boqtirib qo'yay desam, yarmasqa aylanib qopti-da ular. Shularning orasida yaramsizlarning chiqligini sizmi bilasiz-ku? Buni ularning qo'l tuzsiz bo'lsa, biz nachar qilgan yo'qmiz, qilmas. Yaramsizlar chiq bo'lsa, yaramliqlarni topmamsiz. Sizmi bolam dadasi-ku? Yaramliq bo'lib boquvchi tepish undaq oson ish emas. Hozir ishlayman desizlar, hamma yerda o'zi uchun xizmat tepilgan bo'lib qoldi. Shuni burunqiga qaraganda bola boquvchi bo'lishni xohlaganlar azlab qoldi. Tepilgan taqdirni kutgan yeringizda chiqolmaydi Nadira. Topma desingizlar, cho'qqum topalaysiz. Lekin sizning topqingiz yo'q, Eldar. Shuna bahona sabablaringiz ko'payib ketib bordi. Siz meni ishlatib, malay qilib o'rganib qolg'achqa, mabalning eg'ir yukini biroqla otib qo'ymoqchi. Shuna mabal vaqtchilar ko'zingizga jin ko'rinyapti. Hey, sizni kim malay qilay debdi? Bu og'zim bor deb so'zlab yurgansiz-ku. Bir sirasini sizni bo'zaq qilmas, ha deb bir Nadira emas-ku. Jim turib bo'lsam bulam demsa, ha? Malay qilg'ingiz bo'lmasa, tipim bir balboqchini qiynalib ketdim dedim-ku sizga. Bolachikimizning dil parisi Nadira. Uning baxti bizning baxtimiz. Mening sizning balnim azobligim yo'q. Ma'qul aka, ma'qul. Yıkılıpsan mı? Oy adamın kovkatmağına yaklan ne oldu? Benim de adamını kovkatsa. Ne oldu yakla adaş? Canım kardeşim. Sabahga keselli bana besi babamdı. O kanka birinin boptu mu? Oy yakla. Benim yığır öfke kesli girip dağıttı. Kim şundadaydı o? Sen kilişten burun akam bilen telefon sözleşken kesili heyli ihri okşaydı. O kan şundaktan da. Örümceği davalatqını özüm apır bendeydi. Yani şu özden qeyrinişi esqetipti de şu inanğa. İnanmış şunda deyip çıqılap kettidigiler. Canım adaş. Saq жүрген vaqtimizda bilmeydik emas. To'ngni yerim qimig'ini adaş. Sen mi bilsen? Yezinin işleri mi
az emas. Ehtizeriqning ishi, Bağvaranning ishi, Eğil Qotanning ishi degandek hamma shu bechora akamga qarashli. Shuncha ishini tashlab, enimni o'zim Urumchiga olib davolatib saqaydi. Ula optu bilan kelama. Aeroplandı kilonla etsem onu mu diye. Neymiş konumğandı ula? Pulni bir kadın bir kağa sırap qilmayli efkam. Enimni davolatishga nurg'un pul ketadiganday qilib turdi. Ertaga ikki tarafimizga qarab qolamiz deydi. Sen yaqinmidingmi? Burunqi vaqtlarim bo'lgan bo'lsa, bechora enimni akamning qo'liga qo'ymay, o'zim bir qo'lliq davolatib saqaytdim. Akamga tashlab bermaydim. Joy o'ynayman. Abroy topaman. Kiyim kiyman deb topgan taginimning hammani so'rib kulga aylantirib yetibdimi? Shuni ems o'zing bil, o'ptara o'ylashib bir ish qilasiz dedim. So'zlab kelsam, mening pushaymonim seninkidan jiq adash. O'zing bilsa, burun qo'limizni nega sunsak shu yerga yetadi. Hojatmanlarni qoqishib, yeganlarimiz buni qulqimizdan chiqib, mana ko'ydan 2-3 oydan quruq so'ngay ko'p qog'ildik. Bechora enimning beshiga og'ir kun tushganda akamchilikmi, tuqqandoqchilikni yetkazolmaganimga echinimi adash? Dehqon bo'lsimi? Yani shu kuyimchan akam asqityotidi, qarindoshlikni yetkazyotidi. Qarindoshlaringga kuyinmasang, qarindoshlaringga vafodorlikni yetkazolmasang, bu cho'ng shat yashig'ingning nim foydasi degina adash. Ko'nglingni buzmag'ina adash. Inan doktorxonaga elib kelsa, shu tuqqanlarining hammasining ig'ir sangi tushidi. Shu chog'da ko'nglini ilib olasa, adash. Biz bundoq yig'lab o'tmay, ular kelsa doktorxonaga qishib turayli bo'lamdi. Bo'ldi qil endi yig'lama. Qo'dillarimni uyga kelib tamoq yegach birdam yerimdan mungdishib ketamdikin deb chaqirib qo'yapti ekanman. Bugungi chaqirganmidan ularni? Yo'q, ati tushgan. Unda o'z telefon berib qo'ysanglar bo'lmadimi? Kayfiyatim shundoq tursa, ko'nglingning orami yo'q, mehmonnim yaxshi kutamaysa, jinim adash. Shundoq qilgin. Ulan to'g'ri tushundi. Kichik tog'ingiz kelar qizim. Bo'ldi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Saqayib qolar qizim. Oldi bilan kelsin. Doktorga ko'rsatayli. Davolatayli. Kelgandan keyin qayadan qayagacha uningdan keyin bir gap bo'lar bolam. Apamning faqat birla inisi bor dedi. Qanday qilamiz qizim? Kesel degan odam tanlamaydi ekan. Boshqa kelganni ko'may amalimiz yo'q. Ölmagan jonda umid bor degan gap bor. Ko'nglingizni yerim qilmang. Yengemga telefon beray dada. Qiratush qo'shtirsin. Faridaga telefonni men qilay. Sen darhol qudlarning uyiga borgin. Ularning beshi kun tushganda beshingni ichingga tiqib yursang bo'lmaydi. Esingda bo'lsin. Kelinning tog'isi dehqonkan. Kesel ko'stiman deb kelib, bu yerda tamtirab qolsa bo'lmaydi. Puldan qisilib qolsa bo'lmaydi. Balani qo'yib darhol manqin. Yengemga taplab qo'yasa dada. Eng ixtiyorli doktorga operatsiya qildirayli deb. Xotirjam bo'l. Apang kelgandan keyin biz darhol yetib boramiz. Siz tuting. Dada, men bilib boray. Papa, mana bolam, mana. Bugungi yig'ilishdan ajab xush bo'lib qoldim. Ko'nglim ko'tarilib qoldi bolam.
Shunchalik ahamiyatli bir faoliyat bo'ldi. Shuni demamsiz. Kelar.